Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun mana yakshanba kuniga Jahon bozoridan, Stol bozoridan video obzorimizni boshladik. Sizlarga qo'ldan kelgancha videomizni yoritib beramiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib, kim qayerdan kuzatyapti yozib qoldiringlar. Kichkina mehnatimizni qadrlab, like tugmasini bosib qo'yishinglarni so'raymiz. Xo'p, video obzorimizni boshladik. Bu ishimiz 12 kishilik material yong'oqdan kapalak fasonda ko'rishinglar mumkin. Plankali ishlangan, mebelniy svetda tepa pastda dina gullari keltirilgan material yong'oqdan. Xo'p, xonlari 1.20 ga 3 metr, materiali MDF ishlangan, 4 burchak fasonda. Gullarni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, oyoqlar xon taxta qilib ishlataverasizlar. Gullar qadalgan, oyoqlarni ko'rishinglar mumkin. Ustaka buni necha pulga beramiz? 12 kishiligini? 12 kishilik 7 million so'm. 7 million so'm. Shahar ichida dastavka. Shahar ichi dastavkasi bor. 12 kishilik kapalak fasonda 7 million shahar ichi dastavkasi bor. Nomerlarni aytib berasiz aka? 91lik, 91lik, 291, 291, 62 24. 62 24. Bitta olsa, postoyanno ishlayveradi. Telefon qilib, Telegramdan yozishinglar mumkin. Ustakamiz chiroyli qilib beradi.